Qani kel kızım, kel, tortinma. Qani qizim bu yoqqa o'tishing. Ha, ona qizim, soqotib qolsan ha. Ya. Qizim, o choyni kampirim damlab qo'yibdi. Sen siqini ichib tur. Men hozir kampirimni chaqirib kelaman. O'tirsanmi qizim? Kampirim qo'shniga chiqib ketibdi. Hozir chiqib qoladi hozir. Mana qizim, soqotib qolsan-da. Qizim, hayotda achiq-chuchuk bo'ladi. Baland past bo'ladi. Bizning ham farzandlarimiz yo'q. Endi qizim o'zini uyingga his qilib yur. Eringga nisob berib qolar. Shohsanam qizim? Labbe dadajon. Tursanmi? Meni somorda oshimiz bor edi. Ishla to'lpatlar bilan. Hajga chiqib ketyapman. O'zingni ertak qilib o'tirib turing. Bo'ptimi qizim? Xo'p, mayli, yaxshi borib keling. Ay! Voy dadajon. Ay, dardim boshlandi shekilli. Ay, dadajon. Ay. Ha qizim. Tinchlikmi? Tuzukmisan? Nima bo'ldi qizim senga? Nima bo'ldi? Ay dadajon. Ha qizim, senga nima bo'ldi? Dardim boshlandi shekilli. Tez yordam chaqiring. Hozir qizim. Hozir. O'zing esansiz qizim. Hozir mana. Ay. Alo. Voy. Tez yordammi? Assalomu alaykum, Qo'rg'ontepa tez yordam. Markaz 323. Markazga javob bering. Vizifiylar bor. Xo'sh, yo bola, kelib yaxshi qilibsiz-da. Senim ham yaxshimi? Yaxshi yuribdimi? Siz atiya qilyapsizmi aka? Siz meni uyimdan chiqib ketganiga 4 oy bo'lyapti. Siz uyingizda bo'lmasa, meni uyimda bo'lmasa, o'ynashnikida ekanda bo'lmasa. To'g'rimi? Sen nima deyapsan? Sen meni singlim haqida gapiryapsan. Og'zingga qarab gapir. Ey, 4 oydan beri uyga bormagandan keyin qanaqa hayolga borishim mumkin? Senlarga birga singli javobi o'zi bilan. To'rt oydan beri yo'q bo'lsa, qayerda bo'lishi mumkin? Meni el yurt oldida sharmanda qiladigan bo'ldi bu.